Sartaroshlik qilib 4 yil umrimni behudaga o'tkazdim. 2015-yil o'zimni qishlog'imda kichkinagina sartaroshxona ochdim va shu sartaroshxonada 2019-yilgacha 4 yil bir xillikda qotib qoldim. Umuman o'zgarish yo'q. 4 yil o'tibdi hamki, atigi 1000 so'mga ham narximni oshira olmadim. Agarda narximni oshirsam yokimda joyimni o'zgartirsam, mijozlarim kelmay qolishidan juda ham qo'rqardim. Oldinga bir qadam tashlashga menda ilm, qo'pol qilib aytganda, dug' yo'q edi. Faqatgina menda qo'rquv bor edi, xolos. Mana shu 2009-yildan keyin kasbiy va shaxsiy rivojlanishimga investitsiya qila boshladim va qolgan yillarim asta-sekinlik bilan o'zgara boshladi. Hayotim tubdan o'zgardi va o'zim orzu qilgan hayotga yashay boshladim. Menimcha, bunaqa qo'rquvlar juda ham ko'p sartaroshlarda bo'ladi. Agarda siz ham hozir shu bosqichda bo'lsangiz, umuman qo'rqmang. Faqatgina oldinga harakat qiling. To'xtab qolmang. Alloh albatta beradi.